savdosi. 13larga ketadimi Nangilik? Beramiz. Absolyutni beraman. Beraman. 13 ga berasiz. Beraman. Mana baraka. Obunachilarim uchun baraka qilib qo'ydim. Hammaga assalomu alaykum. Sizlarga bugun mashina bozoridan Gentralarda bo'limini narxlaridan ko'rsatamiz. Narxlar ma'qul kelsa, bitta like bosib, pastdagi raqamlarga murojaat qilasiz. Mana shu akamni birinchi marta men chiqaryapman. Aka, mashinalarni bez vazelin bo'ladigan, ketadigan xalq bob narxda aytasiz. Ma'qulmi? Men sizga shunday reklama qilib beringki, obunachilarimga yoqsin, sizda olsin. Shunaqa gap. Xo'p, nechta mashinamiz bor? Mashinalar ko'p, mana bir boshdan. Ismingiz nima? Javohir ismi. Javohir aka ekan ismi. 2021-yil 84 ming yurgan, kraskalari toza, polniy navorot. Polniy navorot. Xo'p, faqat metan gaz qo'yilmagan bunda. Benzinda o'zimi? Benzinda. Mashina qayerda? Toshkent shahar, mana nomerlari bilan olavering. Shahardaka. Yaxshi. Amerikanka, polniy shumka, to'rt yumshoq balon, tonirovka, Malibu bar, Malibu rul ko'rsatib qo'y. Lyuk bor, faqat benzinde ekan, a? Probeg qanaqa? 84 ming. 84 ming yurgan. Kraska? Top toza kraskalar. Kraska top toza. Motor soatda ishlab turibdi. Motor ochilmagan. Moy yemaydi. Yo'q. Xo'p, bo'ladigan narxi 13600 qo'yamiz, tepasiga seni kelishtirib savdo qilaveramiz. 13600 ming. Men obunachilarimga tushib berasa, normal tushib berasiz faqat. Ana sunnatiga 50 so'm, 100 so'm demang. Bo'ladi, 200-300 dan baraka qilib turib soting aka. Shunaqa. Mana bu oq Gentra kimdan? 2020-yil bu ham. 2020-yil. Kraskalar toza, propan gazlari bilan bu. Xo'p. 107 ming yurib qo'yib ketgan. Shunaqa, ha. 107 ming yurgan ekan. Bo'ladigan narx qancha buni? 12 ming qo'yamiz, buni ham tepasiga kelsa, kelishtirib, chiroyli narxlar qilib beramiz obunachilarimizga. 2020-yil, ha? 12 mingga. Ozgina qimmat emasmi? Tushib beramiz, kelishtirib. Tushib beramiz. Ha, kraska toza. Top toza. Polniy navorot. Kraskasi chiqsa, nima bo'ladi? Yo'q, kraskasi borni aytib ketaveramiz, kraska yo'q bunda. Ha, yo'q. Bo'ldi. Amerikanka fara bor. Xo'p, o'zini bari polniy. Qaranglar, Malibu bar, Malibu rul и monitor qo'yilgan ekan. Chexollar tikilgan. Salon polniy qop-qora. Ekrandagi raqamga telefon qilasizlar, mana shu akamizdan olaverasizlar. O 12 ming dedingiz narxini? 12 ming. 12 ming. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib berasiz. 2020 qorasi. 2020 qora, Amerikanka fara bor, Optra bor bunda ham, ha? Bor. Xo'p, 58 ming kilometr yurgan ekan. Gaz, propan, benzin. Benzinda. Benzinda. Motor ochilmagan. Yo'q. Xo'p. Mashina shahardiki. Kurugli tonirovka bor. Bor. Xo'p, 6 oy ruxsatnomasi bor. Polniy shumka. O, poliklarni ham bombasini tashlab qo'yibsizlar lekin. Salon shumka bo'lgan, polniy ham o'sha. Mejigar pul, Malibu rul, Malibu bar. Balon ham normalniy hali. Buni narxini necha pul deymiz aka? Buni 13,5 ming qo'yamiz, tepasiga kelsa yana tushib beramiz obunachilarga. 13,5 ming. Tepasida gaplashiladi. Normal o'tamiz buni. Xo'p, navbatdagi qora bayirchamiz. Gentra. 2023-yil. 2023-yil. 25 ming yurgan polniy navorot, metan gaz, polniy shumka, Optra amerikanka, tonirovka, to'rt yumshoq balon, Malibu bar, monitor, rul, shumka qilingan. Kuligri. O. Yaxshi. Tonirovka qilingan ekan glavni. Qaranglar. Katta bola bo'lib yuraverasizlar ekan. Narxiga keladigan bo'lsak bu bayirda 16 ming qo'yamiz, tepasiga kelsa savdosi kelishtirib, chiroyli narxlar qilib beramiz. 16 ming kelishiladigan joyi bor. 25 ming kilometr yurgan, metan gazlari ham bor buni. Xo'p. Bu 2021-yil bunisi. Xo'p, Amerikanka fara bor. Bor. Optra bor. Bor. Shumka bo'lganmi? Polniy shumka, salon asfishina, hamma narsa qilingan. Ochib ko'ring. Nari tomondan ko'rsatib yuboringlar. Tonirovka bor ekan. Tonirovkalar bor. 64 ming yurgan bunisi. 64 ming yurgan ekan akalar. Salon holati zo'r turibdi, o'zini barida turibdi, faqat Mercy rul qo'yilgan ekan, monitor bor. Magic pultlar bormi? Bor. Start stop, hamma narsa. Start stop hamma narsasi bor ekan. Qani bitta. Zo'r. Motor holat. Bu gazda, ha? Benzindamidi, gazdamidi bu? Benzinda. Benzin. Xo'p. Yilga keladigan bo'lsak 21 ekan. Narxini qanaqa qilib berasiz? 13,5 ming qo'yamiz. 13,5 ming. Kelishsa, tepasida savdosi. 13larga ketadimi Nangilik? Beramiz. Absolyutni beraman. Beraman. 13 ga berasiz. Beraman. Mana baraka. Obunachilarim uchun baraka qilib qo'ydim. Imini mana shu nomerda mashinani kelib so'raysizlar. Xo'p, navbatdagi bu yopiq ekan. Oq Gentra ham sizdanmi? Mendan. Xo'p, yiliga keladigan bo'lsak
2019-yil. 19 plus 20 82 ming kilometr yurgan ekan. Xo'p, metan, propan, benzin. Benzinda harakatlangan. Benzinda motor ochilmagan. Yo'q. Xudo xolasa, ha, yaxshi. Optra American Casper, to'rtta yaxshi yumshoq balon qo'yilgan. Pulit Salon video o'zini родной ekan. Da, stok holatda. Salon родной, o'zini aka-ukalar bitta chixol taqib orasizlar, bo'ldi. Orqasini ham ochaveringin, zapaskalar tushdi. Zapaska balonni hali tushmaganmi? Yo'q. Qani, kelingchi. Zapaska balon joyidan ham tushmagan ekan, dash. Xo'p. Optra faramiz bor. Buni narxini nima deymiz? Hech qanaqa tonirovka, manirovka yo'q. Yo'q, родной holatda. 11,5 ming qo'yamiz, tepasiga kelsa tushib beramiz. Savdosi bor. 11,5 ga. Yaxshi, balonlar ham yaxshi turibdi. Xo'p, bu 2020-yil. 2020-yil 105 ming yurgan. Kraskalar toza, polni navorot bu ham. Polni navorot, salonni narsa ko'rsatib qilingan. nariga ketdim. Mashina zavodit bo'lib turibdi, soatda ishlab turibdi motorimiz. Chixolda normalnisi tikilib qo'yilgan. Malibu bar, Malibu rul. Mana bu tablosi almashtirilib, ya'ni svitonliklari to'g'rilab qo'yilgan ekan. 725 magnitofon. Monitor emas-ku. Magnitofon 725. 725 magnitofon, ha? Yaxshi. Polnik kurugli tonirovka, oldlar bo'yidan tashqari aka-ukalar. Mana bu yerlarigacha qoraytirilgan ekan. Молодец. Mazza qilminsin kim olsa ham. Xo'p, balon qanaqa? Balon holati zo'r. Balonlar yaxshi. Yangi turibdi ekan balon. Bu metanda dedingizmi? Benzinda bu ham. Benzinda. Xo'p, 2020 ga qanaqa narx qo'yamiz? 13200 qo'yamiz. Tepasida savdosi bor ekan. Tekis ekan niyatingiz. Ha, undan ham yana o'tib beramiz obunachilarimizga. 13200 deyapti, men obunachilarimga 13000 dan ham pastga tushib berar ekan. Kraska top-toza. Top-toza. Polni shumka. Polni shumka teng bo'la. Polni shumka qilingan ekan. Baraka toping. Mana shunaqa narx dangal-dangalaysiz, men sizni video qilib beraveraman. Xo'p, bu qora bayrimiz nechinchi yil? 2023-yil. 32000 kilometrgina yurgan ekan. Shunaqa. Xo'p, motor ochilmagan, top-toza, joy-joyida turibdi. Bu ham polni navorot, faqat metan gaz yo'q, benzinda harakatlangan. Ha, xo'p. Optra Americanka, to'rtta yumshoq balon, Ichidan ko'rsatamiz. polni shumka, bar rul, дополнительный Tonirovka qilingan. bor. 1 yil ruxsatnomasi bor. 1 yil ruxsatnomasi bor ekan, ha? Xo'p, o'zini родной magnitofoni, Malibu rul и Malibu bar. Aka-ukalar, hozir tonirovkasi 1 yil razresheniyasi bor ekan. Xo'p, balon yangi turibdi. Yangi pachkatir. Balon yangi. Polni shumka bu ham. Xo'p, bu balonni holatini ko'raylik-da. Balon yangi hali. Yaxshi yumshoq balon qo'yildi ekan. Xo'p, narxini nech pul deymiz aka buni? 15,5 ming qo'yamiz. Tepasiga kelsa savdosi kelishtirib beramiz. Aka-ukalar. Meni obunachimizlar-ku 500 so'rayapman. Dangi. Nasib. Nasib qilsa. Bo'ladigani bo'lsa beraveradi, tortishib o'tirmaydi. 2022-yil qora rangi. Xo'p, kraska toza, ha? Kraskalar top-toza. 57 ming yurgan metan gazlari bilan. 2022-yil. Metan gaz bor, ha? Bagaj yumshoq balon. Polni akvaprintlar qilingan mana bu yoqlar. Yashil rang aralashtirib, qora yog'och rangda akvaprintlarni qo'yishibdi. O'zini родной. Magnitofoni, Malibu bar, Mercedes rul. Start stop. Propanmi, metanmi? Propan Metan. Metan 100 taliga zapaska baloni bor. Bu ham shunka Polni bo'ldimi? shumka. Bagaji? Bagaj ham shunka bo'pti. Narxini nech pul qilamiz aka? 14600 qo'yamiz buni, tepasiga kelsa savdosi bor. 14600, ha? Bo'ldi. Yaxshi. Buni obzor qildik-a? Xo'p, endi bunga o'tamiz. 2021-yil bunisi ham. 2021. 2021. Benzinda harakatlangan, 54 ming kilometr. shunaqa. Motor ochilmagan. Ochilmagan. Amerikan Optra fari bor. Originallar qo'yilgan. Shumka bo'lgan. Polni. Tonirovka bor. Olti oy ruxsatnomasi. Salonni lekin asalcha qilib qo'yibsizlar. Bunisiga gap yo'q. Pulit bor, monitor bor, Malibu bar bor, Malibu rul bor. Bagajni ko'ramiz. Daji tushmagan zapaskasi. Gap yo'q. Xo'p. Balon holati qanaqa? Yaxshi, yangi. Yangi. Yaxshi. Hoji aka, narxini nech pul qilamiz? Narxini 14 ming qo'yamiz. Tepasiga kelsa savdosi bor. 200-300 bor, ha? Bo'ldi. Bunisi sotildi, sotdik. Bu soatdaga nech pulga ketdi bo'lmasa? 12800 ga baraka bo'ldi. 2020-yil polni navorot edi. Lekin salon ham salon ekanda. Kim olgan bo'lsa ham tanlab olibdi lekin. Salonni ko'rsatib yuborganda barakasini bersin. Polni navorot. Metan gazlar bilan. Dit bilan qilib qo'yibdi lekin buni. Молодец. Akalarimizga baraka bo'ldi. Yaxshi.
Xo'p, 2022-yil bunisi. 48 ming yurgan. Benzinda harakatlangan. Benzinda? Bu ham polni navorot, optiramerkanka, polni shumka, tonirovka, bar rul. hamma narsasi bor, ha? Hmm. Xo'p. Haqiqatan lekin zo'r qilib qo'yibdi. Bar qo'yilgan aka-ukalar. Start stop yo'q, faqat Malibu rul bor, monitor bor. Bitta chiqol taqib olasiz, bo'ldi. Tonirovka zo'r, Bor. eng glavnisi. Balon holatini ko'rib ol. Balonlari normalniy. Yaxshimi? Bagaj. Zapaska balon. Zapaska balon ham pastga tushmagan. Shumka bo'lgan bagaj ham. Polni shumka. Narxini qanaqa deymiz? 14300 qo'yamiz, obunachilaringiz kelsa tushib beramiz. Meni obunachilarimga tekis. Baraka oldim. Baraka. Nomerini eslab qolsin shu mashinani. Mana shu mashinani sizlarga tekisiga baraka qilib qo'ydim. Xo'p, 2022-yil oq. 2022-yil oq rangda. Gentra. Buni o'zimiz oqlaydiganlarga. tumandagilar, viloyatdagilar Ha. yaxshi ko'radi, chunki uncha-munchaga mo'yka qilinmaydi. Bildirmaydi. Xo'p, motor ochilmagan, xudo xolasa oq rangda. Kraskamiz Top toza 41 ming yurgan. 41 ming yurgan ekan, 23 Tonirovka 22. ruxsatnomalari bor. Navorot bor. Krams. Tonirovka yarashadi ekan, oqqa ham, ha? Ha. Xo'p. Yaxshi chexol poliglab Yaxshi chexol taqilgan, o'zini barida, o'zini rulida turibdi. Po'lat video registrator hamma narsa tayyor. Video registrator hamma narsasi bor. Buni 13800 deymiz. Benzindami xudo xolasa bu ham? Benzinda. Benzinda? Zapaskalar tushmagan. Ideal holatda. Probegini qancha dedi? 41 ming probiga. 41 ming. 22-23 ga normal. Kam yurtdek. Shaharnikimi deyman? Toshkent shahar. Shahardika. Xo'p, narxini necha qo'y, aka? 13800 qo'yamiz, obunachilaringiz kelsa, kelishib tushirib narx qilib beramiz. 13800 deyishyapti. Tushirib olasizlar. Balon yangi. Mana shu yerda turgan hamma jentralarni narxini ko'rdilaring, kraskasi, topsiz kraskali chiqmadimi? Yo'q, kraskali yo'q. Gapi. Toza. Qanday bilib olasizlar shuni? Tekshirib olamiz. Tekshirib olasizlarmi? Hozir mana shu hammasidan kraska chiqmaydi, 100 Yo'q, taliga. bemalol tekshirib ko'rsatib olaveradilar hammasini. Yaxshi. Akamiz nomeri pastda turibdi. Meni obunachilarimga chiroyli 300, 500 ba'zi birovlarga tushib beradi. Bo'limingni narxda qilib bersangiz, Shunaqa. meni obunachilarim oladi. Siz normal narx qilib beraversangiz, men sizni shunday videolaringizni tekinga kelib, olib berib qo'yib ketaveraman. Bo'ladi? Baraka qilganlarimni o'zidan olasizlar. Videoga like bosib qo'yinglar, jentralar narxlari bilan sizlarga qisqacha tushuntirdik.